Assalomu alaykum dehqonlar va aka-ukalar. Bugun sizlarga Xorazm sharoitida asosiy ekin, bug'doydan keyin ekish mumkin bo'lgan takroriy ekin bodring haqida gaplashib o'tamiz. Demak, biz boshladik. Videomizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bug'doy yig'ishtirib olingandan keyin ochiq dala uslubida bodring ekish juda ham foydali va daromadli ekin hisoblanadi. To'g'ri parvarish qilinsa 35-50 kunda hosila girib boshlaydi. Bug'doydan keyin yer yumshatiladi, begona o'tlardan tozalanadi. 1-2 marta sug'orib, tuproq nam holatga keltiriladi. Organik o'g'it yoki chirigan kompost berish bu hosildorlik oshishina yordam beradi. O'zbekistonda bug'doydan keyin bodring odatda iyun oyi oxiri, iyul boshlarida ekishni maslahat berib qolaman. Issiq havoda tez unib chiqadi, lekin suv ta'minoti juda muhim. Chunki bodring suvga talabchan o'simlik hisoblanadi. Dastlab har 2-3 kunda, keyin esa tuproq holatiga qarab sug'orishni maslahat berib qolaman. Tomchilatib sug'orish esa eng samarali usul hisoblanadi. Begona o'tlarni doimiy tozalab turish, zarar kunandalarga qarshi insektitsidlar, o'rgimchak-kanalarga qarshi insektoakarasidlar sepishni maslahat berib qolaman. O'g'itlardan mineral o'g'itlar, azot, fosfor, kaliylarni berishni maslahat berib qolaman. Undan tashqari MPKlar, mikro va makro elementlar, kalsiy, magniy, bor kabi elementlarni, mineral o'g'itlarni berishni maslahat berib qolaman. Bu hosildorlikni yanada oshishina yordam beradi. 1 gektar maydondan 30 tonnadan 50 tonnagacha hosil beradi. Daromad esa 60 milliongacha bo'ladi. Xarajati 5-10 million atrofida bo'ladi. Shuning uchun sizlarga Xorazm sharoitida bug'doy ekindan keyin takroriy ekin sifatida bodring ekishni maslahat berib qolaman.